Assalamualaikum hörmətli qarindoshlar. A1 səviyyədəki Golland dili dərsimizə xoş gəldinglar. Bugün 10-cu dərs The Doctor, yəni doktor degan temadagi dərsni öyrənib o'tamiz. Bu dərs orqali bizga shu doktorga ko'rishma ilish, doktor bilan bo'lgan ko'rishmalar qanday shaklda bo'ladi, ham sog'lomlik to'g'risida uchurlarni berdi ekan. Qanamsa diqqatinglar teksti bo'lsin. We is house artist, yani kim sizning ayol doktorunuz, yani sizning ayol doktorunuz kim deydi? Doktor Hertz, yani Doktor Hertz. He won't here flock by my in the bird, yani he won't here, yani o bu yerde turdu, flock by yaqin, my mening in the bird, yani man yaqin atrofda o'ltirdi deydi. Chu man yaqin atrofda o'ltirdi. Wanneer heeft hij spreekuur? Yani wanneer, qachon uninki spreekuur, yani uning so'zi saati qachon deb. Yani bu yer demakchi o'g'ni har qanday bir doktorlarninki yani spreekuur deb so'zi saati deb ilqib bunday vaqtlarda biz ko'rishma olmay oldin ko'rishma olmay kirsak bo'ladi. Yani spreekuur so'zi saati degani shuni demakchi. Mesela hazır müşterisini anlayatgan o'quvchilarning arasida asiy turadigan qarindoshlar bo'lsa, sizlarning aşağıda Xeyzat A deb bir sog'lomlik markazi bor. Aşağıda cho'qim haftada 2 kun spreekuur bo'ldi-ku. Yani spreekuur degan shuni bilishinglar bek muhim. Mesela dushanba kuni 9 dan 10 gacha ya 9 dan 11 gacha, chorshanba kuni debchi. Yani shu vaqtda hech qanday ko'rishma olmay turib, sog'lomlik to'g'risida har qanday masala bo'lsa, udul kirsanglar bo'ladi. Shuni demakchi. Yani wanneer heeft hij spreekuur, yani onun so'zi saati qachon? Elke dag van 8 tot 9 uur, yani her kuni saat 8 dan 9 gacha. Yani ma doktorga her kuni saat 8 dan 9 gacha hech qanday ko'rishma olmay kirsa bo'laverdi ekan-ku. Bir xil feynit weekend, yani hafta oxiridan boshqa. Yani shu dushanbadan jumagacha demakchi. Je kunt ook telefonisch in afspraak maken. Yani je kunt ook siz ham telefonda in afspraak maken. Telefonda ham bir ko'rishma ola olaysiz deydi-ku. Yani mesela 8 dan 9 gacha kelinmaydiganlar bu chog'da telefonda ko'rishma ilib ya 10 ga, 11 ga ya tushdan keyin degandekchi, işte ko'rishma ilib kelsangiz bo'ladi demakchi. En als je te ziek bent om naar de dokter te gaan. En als je, yani agar de siz te ziek bent, yani pek og'riq bo'lsangiz, om naar de dokter te gaan, yani om te degan majumla shakli bunda bir ish qilish uchun degan ma'noda, yani doktorga berish uchun pek og'riq bo'lsangiz-chu deydi. Yani ash doktorga o'zingiz boramqadek darajada og'riq bo'lsangiz-chu demakchi. Dan komt de dokter bij je thuis. Yani u halda komt de dokter keladi bij je thuis. Sizning uyingizga keladi. Hebt u al in huis arts? Yani hebt u, yani sizde barmi? Alburun in huis arts, yani sizning bir ayol doktorunuz barmi? Zorg ervoor dat je in huis arts hebt. Yani ma cümledeki ma zorg ervoor degan bir xil muqim cümle shakli. Yani demakchi o'g'ni munda ish qilishga ahamiyat bering, munda ish qilishga diqqat qiling debchi. Yani bir ayol doktorunuz bar bo'lishiga diqqat qiling. Bu ayol doktorunuz bar bo'lishiga ahamiyat bering deydi. Vaqt niet tot je ziek wordt. Yani vaqt niet saqlamang tot gicha ya ziek wordt. Yani siz og'rib qolguncha, siz kasal bo'lguncha saqlamang deydi. Endi biz oldingi tekstda o'tgan va ikki jumla shaklini bir qancha misollar bilan tushunib o'taylik. Yani om t shu bunda birish uchun degan ma'noda. Masalan, ik ga naar school om Nederlands te leren. Yani men maktabga Golland tili o'rganish uchun boraman. Yani işte bir maqsadni, bir planni işte ifodalaganda bunda ish qilish uchun deb ishlasanglar bo'ldi. Yani bir misol, ik wil naar dokter om in afspraak te maken. Yani doktorga ko'rishib olish uchun telefon qilaman. Ik ga naar markt om boodschappen te doen.
yani dükkanga, yani bazarga savdo qilish uchun boraman debchi. İşte munda bir iş qilish uchun deb maqsadni bildiradigan so'z jumlalarda ishlatamiz. Ammo yana bir jumla zo'riq erfurdat, ya'ni bir ish qilishga ahamiyat bermak, diqqat qilmak debchi. Har xil misollar, masalan, zo'riq erfurdat ya optayt komit, ya'ni dal vaqtida kelishga diqqat qiling. Zo'riq erfurdat ya elkidaq 2 liter water drink, yani har kuni 2 litr suv ichishga ahamiyat bering. Zo'riq erfurdat ya elkidaq 8 ur slap, yani har kuni 8 soat uxlashga ahamiyat bering debchi. İşte ahamiyat vermek, diqqat qilmak, bunda ishga ahamiyat bering degan vaqtda ishlasanglar bo'ldi. Tekstning oxiriga kelaylik. Endi az doktorning yoniga kelibdi. Dag doktor, yani yaxshimisiz doktor deydi. Dag minir, dag mifrau, yaxshimisiz efendim, yaxshimisiz xonim deb, yani ayol birga kelibdi hozir. Yuli haben mi gebeeld, yani Yuli sizlar haben mi, sizlar manga telefon urib dikansizlar deydi. Çünkü miyadiki mi degan şu manga, yani bu ko'rsatish almashningki tushum kelish shakli. Buni grammatik darsimizning 14-darsda almashlarni so'zlagan. Yuli haben mi gebeeld, yani sizlar manga telefon uribsizlar. Waarmee kan ik jullie helpen? Yani waarmee, yani qanday ishda kan ik, men qila olayman, jullie helpen, yani sizlarga, yani men sizlarga qanday yordam qila olayman, qanday ishda yordam qila olayman deydi. Mijn vrouw is ziek, yani mening ayolim og'riq. Sie heeft hoge koorts, yani sie heeft, uningda bar hoge koorts, yani uningda yuqori qizitma var, yani uningda uning yüksek qizitmasi var, yani uning qizitmasi var demekçi. O qizib qoldi demekçi, yoki o qizib qoldi. O dat is niet goed, yani men o degandan shu jumlada bo'lmasmi bo'laveradigan, lekin xuddi bizning tilimizdagi voy xudoyim degandek ashta bir gaplar, miyadam deylik o deyish orqali bir xilda his tashlaqchi, dat is niet goed, yani bu yaxshi bo'lmabdi, yaxshi bo'lmabdi xonim deydi-chu. Yani og'rib qolganingiz yaxshi bo'lmabdi deb, yani og'rib qolganingizdan ko'nglim yerim bo'ldi degandek ma'noda-chu. Nee doktor, yani shundoq doktor, ik voel me al een paar dagen niet goed, yani ik voel me al een paar dagen, yani men o'zimni bir qancha kundan beri niet goed, yani yaxshi emas, yani bir qancha kundan beri o'zimni yaxshi his qilmayapman deydi-chu. Endi ma cümlede miyada ney deganni shundoq doktor deb tarjim qildik-chu. Ma golland tilda, ingliz tilda shunda, golland tilda bir cümlege bir cümle bulutsuz cümle bo'lib qolsa, uningga ha deb javob berish uchun, yani bulutsuz shaklda javob beramiz-chu. Shu miyadagi, endi buni bizning tilimizga tarjim qilsak, ney degan, yani shundoq deb chiqdi. Bunu məxsusmu şu sual bulutsuz cümlelerini sualını qilganda grammatik qismida ayırım sözleyimiz. Yani tekstin devamına kelaylik. Ikke pijn in mijn keel en pijn in mijn buik. Yani ikke pijn, mening og'riq var. In mijn keel, yani kelim ve qo'rsqim og'riyotidu. Kelim ve qo'rsqimda og'riq var deydi. Heeft u al lang last van buikpijn? Yani heeft u, sizde barmu al lang, yani uzundan beri last van buikpijn, yani qo'saq og'riqni, yani qachondan beri qo'sqingiz og'riyotidi demekchi. Yani qachondan beri qo'saq og'riqingiz bor, qachondan beri qo'sqingiz og'riyotidi. Sinds 1 dag of 3, yani 3 kundan beri. Ama bu sinds deganning shu delten degan ma'nosi işte vaqtlarning oldiga keldi. Masalan, sinds maandag, sinds vorige week desek, dushanbadan beri, o'tgan haftadan beri debchi. Andama keynediki in dag of 3 degan, bu bir xil muqim so'z birikma. Şu 3 kundan beri demekçi. Eğer in dag of 5 dese 5 kundan beri. Yani şu birinci günden başlap 3. güngacha. Şu in dag of 3, yani birinci günden başlap 3. güngacha. Debchi her kuni og'riyotidi demekçi. Shu miyada şu bu bir xil muqim birikmichi. Masalan, işte
bir ağrık olab, mesela 7 gündün biri qo'sqim ağrıvatıdı deb, 7 günün hemmisi ağrıvatıdı, arlıqda bir gün to'xtab qilib, yana ağrıp degandek ish olmay, her gün ağrıvatıdı degandek ifodalamoqchi bo'lsanglar, mesela indah of zeyfin desek, 7 gündün biri, 7 günün hemmisida deganni bildiruvchi. Bu bir xil muqim birikma. Hem tekstning oxiriga kelaylik. Ik ga u even onderzoeken. Yani ben sizni bir tekshirib bakay deydi. Ik ga u even onderzoeken, tekshirmek. Gaat u hier maar liggen. Yani gaat u hier bu yerde maar liggen. Bu yerde yiting. Bu yerde yazsanız bo'ldi. Bu yerde yiting deydi. Eerst wil ik even uw pols voelen. Yani eerst aldı bilen wil ik, men xalayman, even yani bir uw pols voelen. Sizningki pols degan big'ish, voelen his qilmoq. Yani shu big'ishingizni his qilib baqay, yani tomiringizni tutib baqay demakchi. Yani aldı bilan tomiringizni tutib baqishni xalayman. Aldı bilan tomiringizni tutib baqay. Ik zal even in uw keel kijken. Yani ik zal men even in uw keel kijken. Gilingizga qarab baqay. Yani miyadagi zal degan fe'lninki ishlatish shaklini grammatik o'rgangandik qo'y. Yani gilingizga qarab baqay. Ik voel ook even uw buik. Yani qo'rsqingizni ham voelen, his qilmoq. Yani demakchi o'g'il hamda qo'rsqingizni tutib baqay demakchi. Qo'rsaqni doktorlar tekshirdi qo'y, işte tutib baqib, bisib baqib, anglab baqib degandekchi. Doet dit pijn? Yani doet dit pijn degan, yani bundaq miyada hozir doktor bir harakat qildi. Balkim qo'rsqini bosgan bo'lishi mumkin. Shu ashtamda bisib turib, doet dit pijn, yani bundaq qilsam og'riyotamdi, yani bu og'riyotamdi debchi. Miyada shu doktor shu bir qo'sqini bosdi balkim. Shunga shunda oldi, yani bundaq qilsam og'riyotamdi. Ik denk dat u griep hebt. Yani ik denk dat, yani men o'ylayman, u griep hebt. Yani men o'ylayman, sizda zukam bor ekan. Yani menimcha siz zukam bo'lib qolibsiz. U hebt een flinke griep, denk ik. Yani flink degan miyada ig'ir demakchi. Mushta og'riqlarga keldi. Masalan, ik heb flinke buikpijn desak, yani mening shunda ig'ir qo'sqim og'rib ketib bordi degandekchi. Yani miyada siz ig'ir zukamdab qolibsiz, ig'ir darajada zukamdab qolibsiz deydichi. Blijft u voorlopig in bed. Yani blijven qolmoq. For blijven in bed, yani karvatda qolmoq demakchi, karvatda yiting demakchi. Voorlopig hozircha, yani hozircha karvatda yitib oramaylik deydi. Zodra de koorts verdwijnt, yani zodra degan bu so'z bir xil bog'lug'uchi ikki jumlalarni bir-biriga bog'lab keladigan. Ma'nosi munda bo'lsalam debchi. Miyada zodra de koorts verdwijnt, yani qizitmangiz verdwijnen deganning yo'qolib ketish degan ma'nosi. Qizitmangiz yo'q qilsam, yani qizitmangiz tushsala mag je uit bed, karvatdan tushsangiz bo'ldi deydichi. Yani munda ish bo'lsala, munda ish qilma deganda işte zodra. Keyingi betda biz shunga doir misollar bilan tanishib o'tamiz. Miyada shu qizitmangiz tushsala, siz karvatdan tushsangiz bo'ldi deydi. Hier hebt u in recept. Yani hier bu yerda hebt u sizga bar in recept. Yani sizga bir resept bar. Mana bu resept. Uw man kan hiermee naar de apotheek. Yani uw man sizning yo'ldoshingiz kan hiermee, bunun bilan hiermee naar de apotheek. Yani doğruxonaga bası bo'ladi. Yo'ldoshingiz bunun bilan doğruxonaga bora oladi deydi. Hij haalt voor u een medicijn. Yani u aldı, haalt voor u, siz üçün, for üçün, yani siz üçün bir doğru ason, siz üçün bir doğru aldı deydi. Dat medicijn, yani u doğru, yani şu ammakçı olan doğru, hulp tegen de pijn, yani ağrıqqa qarşı hulpen, yardım qilish, yani u doğru ağrıqqa qarşı yardım qildi deydi. Ağrıq tushirgan bir doğru yazib beribdi da. Endi miyada ama zodra degan shu munda bo'lsala debchi. Masalan, har xil misollar. Zodra ik 18 word, yani 18 yoshga kirsamla, 18 bo'lsamla, ga ik beginnen met mijn rijbewijslessen. Yani sho'rlik prov darslarini boshlayman deb, yani
İşte bunda bolsa anda kılıman degende işte bir cümle şekli. Zodra ik geld heb, yani pulum bolsa ha ik traktiren. Siz nima iman kılıman? Zodra ik tijd heb, yani vaqtim bolsa ha ik ye belen. Sizge telefon urma debcu. Yani zodra degen bunda bolsa degen mende. Tekstning oxirgi bo'ligiga kelaylik. Veel mensen hebben pijn in hun rug. Yani veel mensen, köplüge adamlarninki hebben pijn, ağrık var. Nerede? In hun rug. Yani onların bilid ağrık var, bil ağrıydı deydi. Ook hebben veel mensen last van hun knie. Yani ook hem veel cık adamlarninki last van hun knie. Yani tizde mesele var deydi. Muşu iki xil ifadeleş usulü. Ik heb last van mijn rug. Ik heb pijn in mijn rug. Debcu. Her ikisi şu bilim ağrıvatıdı. Bilimde mesele var deb. Muşta ifadeleş usulcu. Bunu yadlap ügünasanlap oldu. Normal doktorun ayına kirgen vakitte doktor aldıran soraydıgan gibi şu. Nemiş kıpırman sizge. Nərəğz ağrıydı, onda yerim ağrıydı, bunda yerim mesele var debcu. Pek köp işiltilgan söz. Ik heb last van buikpijn desek. Yani kuskum ağrıvatıdı. Ik heb last van buikpijn desek okşaşlam. Kuskam ağrıvatıdı. Yani ik heb pijn in mijn buik. Yani kuskamda ağrık var. İşkils okşaş. İşki xil ifade şekli. Is dat niet vreemd? Yani bu galit emas mı deydi. No, eigenlijk niet. Yani eigenlijk niet. Emniyet ondaq emas. Yani cık adamlarning bil ağrıydı, tiz ağrıydı, işte ağrışı, cık adamlarning ağrışı galit emas mı degende. Emas deydi. Neymiş emasligini sebebini hazır görüp çıkmız. De oorzaken van die problemen zijn bekend. De oorzaak, yani bir meseleninki kelip çıkış sebebi, yani van die problemen, yani bu meselenin sebebi zijn bolsa bekend, yani tonuşluk. Bu meselenin sebebi nereden bildiği tonuşluk deydi ki. Veel mensen zitten verkeerd, yani cık adamlar oturdu verkeerd, hata. Yani cık adamlar hata halette oturdu deydi ki. Of ze zitten te lang, yani ular oturdu te lang, pek uzun oturdu deydi ki. Yani şu bel ağrıyak, tiz ağrıqninki en muhim bir sebebi şu, bekçik oturuş, hareket kılmaslık, hata halette oturuş gençü. Çünkü bizim bu soňaklarymyzdaki muskullar, boğumlar, onda hareket kılış üçün yaratılgan, yani insan kançı köp hareket kılgan sire muskullar mı, boğumlar mı güçlük oldu gençü. Kançı köp hareket kılmagan sire muskullar qıtıp ağrıydıgan boldu eken. Şoň bizning ata-bowalarymyz hareket, bereket dep bekag etmapdy eken. Yani şoň mesela pek beli tiziňler ağrıp ketkenler demek belki hareket az oluşu mümkün. Köp hareket kılıp maňyp berseňler paýda kılışı mümkün. Tekst gelsek, en wie loopt of fietst tegenwoordig nog? Yani wie loopt, yani kim maňdy, ýa-ki welsmindy tegenwoordig, yani hazır. Nog, yani hazır kim maňyp ýa-ki welsmindy deýsiz deydi. Hem demiş olturdu, jygmaňmaýdy. Hareket kılmaydı. Şoň cık adamlarning muşta beli, tizi ağrıydı demekçi. Hem de tekstin ahirki abzas. Hu ha yey nariye verek of nar skol. Yani hu kandak ha yey siz barısız nariye verek hizmetinizge ýa-ki mektep. Siz mektep ýa-ki işga kanda barısız deydi. En du ye voldoende an sport. Yani du ye siz kılamsız. Voldoende yeterlik an sport. Yani siz hareketke yeterlik kılamsız, yeterlik hareket kılamsız, yani demek şu yeterlik hareket kılamsız, yeterlik çiniqamsız deydi. Ya mut reholmatik sportun, yani ya mut siz çoğum reholmatik kararlıq çiniqşınız gerek sportun. Buna biz şu gramatikada mutun, zülünün qaydasını öğrengen tuqu hazır mut kelgenlik üçün masalda sportun da peelninki köpük şekli kilotucu. Dan heb je minder kans op ziekte. Dan u alda heb je sizning bar boludu minder kans, yani az purustыңыз nimege op ziekte. Yani keselge, yani kesel boluş purustыңыз az boldu deydi ço. Muşo kans op. Bu bir
muqim birikme. Daim kanis degan söz, fursat degan söz, mush op degan bağlıqçı bilan birga keldi. Masalan, in Nederland heb je veel kans op studie desek, yani Gollandiyada sizningki jiq o'qish fursatınız var debchu. Shu kans op studie, o'qish fursati, kans op werken, xizmat fursati, kans op ziekte, kasal bo'lish fursati degandekchu. Hammasiga kans op degan bog'lovchi bir til diqqat qilinglar. Tekstning oxiriga kelsak, live je veel gezond, ya'ni siz sağlam yaşadınız deydi. Siz live, leven, yaşaş, yani siz sağlam yaşadığınızdan word je toch zo ziek, yani dan hem de dan degenden ki sağlam yazsınız mı debçu, mu degenek bir ma'nosi chiqadi. Sağlam yazsınız mı word je, yani siz bo'lasiz toch, yanıla so'miz ba'zida zik. Siz sağlam yazsanız mı ba'zida yana kasal bo'lishingiz mumkin dedi. Yani ba'zi kasal bo'lasiz. Maar dar kunye, maar lekin dar bununla kunye natürlich. Yani siz elbette nichts andun, yani hiç nima qilolmaysiz deydi. Yani sağlam yazsanız mı ba'zi yana kasal bo'lib qolsiz, lekin bununla albatta hech nima qilolmaysiz deydi. Yani bu normalde doktorlarmış o. Hiç kim hem de sağlam yaşaş kasal bo'lmaslikning kapalati deb doktorlar unda kapalatni bermeydi uchu. Agar sağlam yaşamasak kasal bo'lish nisbatimiz yuqori, lekin sağlam yazsaqmi yana ham kasal bo'lib qolishimiz mumkin. Endi biz bununla hech nima qilolmaysiz. Bu endi Allohning qo'lidagi ish demakchi shuchu. Tekst mushu. Yani bu tekst orqali sizlarga Hayl doktor, apotek, dorixona, undan boshqa yana sog'lom yashash to'g'risida bir qancha taklif fikrlarni beribdi. Tekstninki so'zlik mushu. Bu so'zlik ham darsda avatildi hammalarga. Ma'qulamsa bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi soatlik darsimizni ko'rishaylik. Omon bo'linglar.